Endi qo'rquv borasida. Xudo o'zingga shukr. Tak, kim sahnadan qo'rqadi, yana bir marta iltimos. Faqat chestni. Rahmat. Kim sahnadan umuman qo'rqmaydi? Rahmat. Kim ozgina sal hayajoni bor? Rahmat. Xo'p. Tak. Umuman qo'rqmaydilar, yana bitta ko'raychi. Yolg'onchilarni tanib olay. Azilshaman. Mayli, janoblar, bitta narsani tushunishingiz kerak. Sahnadan qo'rqish jarayoni bu tabiiy jarayon. Bu tabiiy jarayon. Lekin qo'rquv qayerdan va nima uchun kelib chiqishini o'zingiz uchun tushunib olishingiz kerak. Qo'rquvni hozir biz bugun ikki turga bo'lamiz. Uslovni. Ya'ni shu yerda shunaqa bo'linish bo'ladi, может быть, unaqa emas. Lekin biz sizlar bilan kelishib olgan holatda hozir qo'rquv ikki turga bo'lib chiqamiz. Qo'rquv turlaridan bittasi tak, tashqi qo'rquv. Tashqi qo'rquvga nima kiradi? Tashqi qo'rquvga insondan qo'rqish kiradi. Tashqi qo'rquvga balandlikdan qo'rqish kiradi. Tashqi qo'rquvga mana bu dunyoda bor turli xil sizni hayotingizga jabr bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil narsalar kiradi. Bu narsani yozib olinglar biz aytinglar. Qo'rquv turlari birinchisi tashqi qo'rquv. Tashqi qo'rquvga misol uchun kirishi mumkin yo'ldan o'tish. Men misol uchun juda ham qo'rqaman yo'ldan o'tishdan. Mashina xavfli narsada uchib kelib turib va hokazo. Endi tashqi qo'rquv kimdadir bo'lsa, misol uchun itdan kim qo'rqadi? Rahmat. Mashina yo'ldan o'tishdan kim qo'rqadi? Bormi menga o'xshaganlar kam ekan? Xo'p, balandlikdan kim qo'rqadi? Rahmat. Bu narsa yaxshi. Agar biz hech narsadan qo'rqmaganimizda qancha yashardik? Nima deb o'ylaysizlar? Hech qancha. Janoblar, 1 oy uzoq. Katta ehtimol bilan hech narsadan qo'rqmaysiz. Yo'lda mashinagacha o'tib ketaverasiz. Bir kishi yoqmasa borib urarsiz. Yo qamalasiz, yo bir narsa bo'lasizda, doim har bitta harakatimizning orqasida ham keyin bo'ladigan holatlardan qo'rqishimiz mumkin yoki nimadir biz bilan bo'lishidan qo'rqishimiz mumkin. O'zimiz uchun qo'rqmasak ham, yaqin atrofdagilarimiz jabr bo'lishidan qo'rqishimiz mumkin. Shu narsani tashqi qo'rquv deydi. Bu yaxshi. Inson qo'rqish kerak. Bironsadan hech qo'rqish. Hammasidan qo'rqmaydigan inson juda ham xavfli. O'zi uchun ham xavfli, boshqalar uchun ham xavfli. Shuning uchun mabodo qanaqadir tashqi qo'rquvingiz bo'lsa, fobiya darajasida bo'lmasa albatta. Fobiya nima degani? Misol uchun oranglarda o'rgamchik bor, pavuklarga qarolmaydigan insonlar bormi? Rahmat. Shunaqa insonlar bor. Meni ukam misol uchun ekranda pavuk chiqsa, shuni qaraydi sirasi. Bu narsani arachnofobiya deydi. Bu psixologiyaga tikilgan, yoshligida chaqib olgan bilmadim va hokazo. Lekin odatda qo'rqish bu normal, hech qanaqa bir uyatli joyi yo'q. Endi ikkinchi qo'rquv, ichki qo'rquv. Ichki qo'rquv bu sahnadan qo'rqish. Birovlarning fikridan qo'rqish. Kim nimadirkidan qo'rqish. Va hokazo. Men chiroylimanmi, xunukmanmidan qo'rqish va hokazodan qo'rqish. Bitta narsani tushunishingiz kerak. Ichki qo'rquv tashqi qo'rquvga qaraganda odamni yeyishi uzoqroq, kuchliroq. Tashqi qo'rquv mana it turibdi, qo'rqyapsiz, it yo'q, qo'rqmayapsiz. Ichki qo'rquv unaqa emas. Agar sahnadan qo'rqsangiz, ertaga spichingiz bo'lsa yoki treningingiz bo'lsa, kechasi bilan uxlamay chiqasiz. Bir hafta oldin siqilishni boshlaysiz haligi narsani. Bir hafta ishingiz yurishmaydi, bir hafta qo'rqasiz, o'tirasiz, o'ylaysiz. Mamtga chiqib 5 minut gapirib qo'yasiz, o'tib ketadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni eng qizig'i ichki qo'rquv bilan biz umuman ishlamaymiz hech qachon. Tashqi qo'rquv bilan biz doim ishlaymiz. Ya'ni doim ishlash jarayoni bizda tashqi qo'rquv bilan bo'ladi. Yosh bolalarga aytamiz, itni tiyma, anoni tiyma, buni tiyma. Yo'ldan o'tganingda tam qara chap tomoningga, o'tib bo'lganda o'ng tomoniga qara, yarim kelgan svetofor va hokazo. Texnika bezopasностini o'rganamiz. Ichki qo'rquv bilan ishlash jarayoni bizda bo'lmaydi. Endi aynan sahnadan qo'rqish jarayonida nimalar sodir bo'lishini men sizlarga hozir taxminan bukvalni aytib berishga harakat qilaman. Qarab turinglar. Mana tasavvur qilinglar, men to'yga keldim. Misol uchun Musoning to'yi. Tak, men ishda o'tiribman. O'tiribmiz hammamiz og'aynimiz. O'tiribmizda kulishib o'tiribman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kulishib, gaplashib o'tiribman hamma atrofimdagi og'aynilar. Undan keyin sahnaga Musoni og'aynisi Davronbek chaqiriladi deganda gup yura ushlaydi. Kimda bo'lgan shunaqa narsa? Qo'l ko'taringlar. Deysiz. Как будто chiqasida boshingiz olib tashladida. To'xta va yur deysiz, buni tortasiz. Oxiri turtilib chiqib kelasiz sahnaga. Chiqdingizda turibsiz. Hozir nima bo'ldi? Ahamiyat beringlar. Men guruhdan ayrildim.
yana bir marta men guruhdan ayrilganimni hisobiga miya xavf deganligini qani yoqadi. O deydi, ostonga tashlanadi hammaga. Signal bo'ladi-da, haligi qo'rquv bo'ladi, adrenalin bo'ladi. Shuni hisobiga men bitta guruhdan ayrilish jarayonida mana shu turasizda, o'nta zo'ra deysiz. Ahamiyat bering. Любой erkak kishi, любой endi ayollar qanaqa gaplashishini men aniq bilmayman. Любой erkak kishi bir-biri bilan o'tirganda choyxonada uncha qiziqchigidan beri. To'g'rimi? Ayniqsa haligi yoqilib qolsa, har bitta gapga gap kelaveradi. Zo'rsiz gapiryapsiz, yorib tashlayapsiz. To'yda ham o'tiribsiz-da, mana shu yerda bitta olib chiqib qo'ysangiz, shuni o'chasiz. Reski aksi bo'ladi, o'zgarasiz va hokazo. Bu narsa ichki qo'rquvi, yaqqol nima deydi, bir yaqqol ish jarayoni. Ichki qo'rquv shunaqa ko'rinadi ko'zimizga. Ichki qo'rquv jarayonida biz shunaqa holatga tushamizki, biz o'zimiz yakka qolganlarga qarshi qoldik bo'lib qoladi biz uchun. Ongli ravishda tushunamiz. Sigaret chekish zarar, ongli ravishda tushunamiz. YouTube yig'ishtirib yotish kerak, chunki ertalab qayergadir borish kerak. Lekin miyaga siz ongli ravishingiz uncha narsadan farqi yo'q. U o'zini bilgan ishi, bilgan mexanizmi bo'yicha ishlaydi. Shuning uchun mamtga chiqqaningizdan keyin har ehtimolga qarshi ozgina qonga adrenalindan berib qo'yadi. Mabodo men talpa sizni qo'ylab qolsa tezroq yugurishingiz uchun. Qo'yilgan tez yugurasiz-ku, haligi adrenalin urilibdi, to'g'rimi? Xo'p, shuning uchun ichki qo'rquv. Endi ichki qo'rquvni yengish iloji bor. Nisbatan o'zidan sekin yo'g'ib ketadi yoki u narsani boshqara oladigan bo'lib qolasiz. Kimdir men sahnada turishimni ko'rib, umuman hech narsadan qo'rqmaydi, sahnadan qo'rqmaydi yoki ilgari ham shunaqa bo'lgan deb o'ylashi mumkin, lekin aslo unaqa emas. Men bilan universitetda o'qigan bolalar bor, mana shu zalda, ular biladiki, sahnaga chiqib o'zimni yo'qotib qo'yish jarayonlarimni deb men o'zi shu mnemonika bilan shug'ullanishni boshlaganman. Chunki juda ham qiyin bo'lgan, oddiy Amir Temur degan gapni gapira olmasdim. Bo'lardi va hokazo. Xo'p, endi ichki qo'rquv, tashqi qo'rquvi asosiy sabablari. Birinchisi negativ tajriba. Hozir shu narsalarni yengishni ham o'rgataman, bir tikda mashq bajaramiz. Negativ tajriba nima degani? Ilgari sahnaga chiqqansiz, eplolmagansiz, hamma ustingizdan kulgan, bo'ldi. Shu bilan umringiz oxiriga sahna yomon. Kimda bo'lgan bunaqa narsa? Rahmat. Chiqdingiz o'xshamadi. Menga chiqdingizda o'xshamadi. Bo'p turadi. Misol uchun menda ham bo'la, o'tgan safar stakan sindirib yubordim. Bir marta yiqilib tushganman. Mikrofon ishlamay qoladi. Nimadir bo'lib qoladi. Haligi bir har xil holatlar bo'lishi mumkin-da, любой narsa bo'lishi mumkin. Shu narsani negativ tajribaga yoyishingiz mumkin. Insonning endi psixikasiga bog'liq. Bo'limini spokойный inson bo'lsa, haligi uncha ilmiydi, naqas xayoliga o'tib ketaveradi. Agar naqa bir apatichniy insonlar bo'ladi, ba'zilar voy, antka chiziq chizilib qopti. Qoshim bittasi pastga tushib qopti va hokazo. Shunaqa insonlar любой negativ tajribani o'ziga yaqin oladi yuragiga. Juda ham ta'sirchan odamlar bo'ladi bunaqa insonlar. Shuni hisobiga keyin уже sahnadan qo'rqib qolish mumkin. Bu narsani ham yo'qotish Xudo xohlasa, tak. Xatolar ikkinchisi. Xatolar. Negativ tajriba bilan bir xil narsa pashti, juda ham yaqin desak, bir xil desak noto'g'ri bo'ladi. Xato jarayonlari. Nimadir xato qilib qo'ygansiz, sahnaga chiqib turib, noto'g'ri gapirib qo'ygansiz, misol uchun, xato gapirgansiz, sizga hech kim ahamiyat bermadi. Keyin xato qilganingizni bilib o'zingiz yedingiz haligi. Voy, men xato gapirib qo'yman. Odamlar indagani yo'q, lekin nimadir ular o'ylagan, meni xatoyimmi deb, men точно bilaman, shu inson men haqimda yomon o'ylab o'tiribdi va hokazo. Xullas, turli xil haligi makaronlar. Xo'p, negativ fikrlar endi. Bu уже negativchilar, sizga nisbatan negativ bildiradigan insonlar. Kim negativ bilan to'qnashgan hayotida, mana o'ziga nisbatan. Rahmat. Polni tiktokerlarning qaranglar, rahmat. Negativ juda ham ko'p bo'ladi. Mana reklamam tagini bitta ko'ringlar, ishonmasanglar. Sen kimsan? Hayotingda bironsa eslab qolganmisan? Bitta kitob o'qi. Yuzingni qara, ketmon tashab kelibsan, mamtga odamlarga aql o'rgatsan va hokazo. Juda ham ko'p inson negativ tashlaydi. Juda ham ko'p inson, haligi nima deydi? U negativ fikrlarga sizlar ahamiyat bermaslikka harakat qilishingiz kerak. To'g'ri, qiyin. Prosta o'zingiz uchun bitta narsani tushunib olinglar. Muvaffaqiyatga erishishga kim niyati bor? Xudo xohlasa. Rahmat, qaranglar. Hamma, любой inson yaxshi yashayman deydi. Hech o'zi yaxshi yashayman demasa ham oilasiga yaxshi sharoit qilib beraman deydi-da. Bu biz ba'ziga anaqamiz, bu bo'lish kerak bo'lgan narsa. Bo'lmasa nenarman. Lekin qanchalik yuqori ko'tarsangiz, shunchalik negativ ortadi sizga nisbatan. Eng qizig'i u negativ qanaqa bo'ladi? Необоснованный negativ bo'ladi. Nima degani необоснованный? Tagi yo'q negativ. Prosta tak siz yomon ko'radi bir kishi.
Chunki siz muvaffaqiyatlisiz, chunki siz chiroyli mashinada yuribsiz, chunki siz chiroyli gapiryapsiz, yoki sahnada turibsiz, yoki ko'proq kitob o'qigansiz, yoki o'zingizcha o'zingizni aqlliman deb bilib kimgadir nimadir o'rgatmoqchisiz. Shuni hisobiga xuddi burningiz qanaqa bo'lsa, umringiz oxirigacha shunaqa negativga uchraysiz. Negativga uchramaslikning yo'li bitta. Umuman hech qanaqa muvaffaqiyatga erishmaslik kerak bo'ldi. Hech kim ishi bo'lmaydi siz bilan. Hech kim siz bilan hech qanaqa ishi bo'lmaydi. Hech narsa qilmasangiz, tinchgina o'sha bez negativ yashaysiz. Agar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, shu to'lqinga tayyor turishingiz kerak. Ba'zida odam ko'tara olmay qoladi. Bunaqa narsani ham ko'rgan. Bittikda negativ bo'lib qolib, o'zini yo'qotib, misol uchun mana bizda negativ borasida pul maktabini kim kuzatadi? Rahmat. Hayot admini ko'p postlarning tagida juda ham ko'p negativ bo'ladi. U tam o'ligida dasturlab yozib tashadi. Odamlar spesialligi nima deydi? Katta hayot katta mashina dostonlab yozadi. Haligi unaqa odamlar bo'lib turadi shunaqa narsa. Shuning uchun negativga ahamiyat bermasligimiz kerak, janoblar. Endi kelinglar bitta shu narsani takrorlab olaylik. Demak, qo'rquv turlari tashqi qo'rquv bo'lar ekan, ichki qo'rquv bo'lar ekan. Ichki qo'rquv bilan biz vobshe ishlamas ekanmiz, ichki qo'rquv bor ekan. Sahnadan qo'rqish bu ko'p holatda ichki qo'rquvi mana bu nima deydi, jamoatdan uzilish turi ekan. Jamoatdan uzildim men, hozir nimadir bo'ladi deb o'ylaydi. Ongli ravishda bilib turibsiz, hech kim tegmaydi, urmaydi va hokazo, lekin sizga noqulay. Xo'p, endi negativ tajriba qachondir sahnaga chiqqansiz, nimadir o'xshamay qolgan, nimadir bo'lmagan, xatolar, qayerdadir xato qilib qo'ygansiz, gapirish jarayonida kimdir ismini noto'g'ri gapirib, shu bilan xato qilishdan qo'rqasiz. Eng qizig'i, men ta'lim sistemasida o'qiganman, bitta narsaga kim qo'shiladi, kim qo'shilmaydi. Men qaranglar. Maktabda bizda sinfda 2 ga o'qigan hamma bolalarning ishi zo'r hozir. Bu paradoksda bu. Kimda yana shunaqa? Rahmat ko'pchilikda. Men bitta narsani tushundimki, men esimda bor, mana o'zimcha a'lochi edim men ham, deydi bir 7-sinfgacha, haligi yetishga harakat qilaman, boshqa 2 olinsa yig'lanardi. Haligi ish qilib 2 olinmasina, lekin real hayotda bunaqa sun'iy inkubatsiya yo'q. По-любому adashasiz-da. Kuyasiz, noto'g'ri gapirib qo'yib, afsuslanasiz. 2lar ko'p bo'ladi real hayotda. To есть qayta papitka. A'lochi odam faqat 5 tekis olib yurgan inson, ba'zida agar noto'g'ri urg'u berilgan bo'lsa tarbiya jarayoniga real hayotda qiynalib qolishi mumkin. Chunki faqat 5 ga bo'lmaydi-da bu narsa. Maktabda bo'lishi mumkin bu narsa, sun'iy ravishda. Maktab bu sun'iy-ku, haligi nima deydi, raspисание bor. Hayotda unaqa bo'lmaydi. Force major holatlar ko'p bo'ladi va hokazo. Shuning uchun xato qilishdan qo'rqmaslik kerak, eng katta feedback xatoda. Xato bo'lmaganda o'rgana olmasdik. Yosh bolaning yurish haqida men TEDxda bir kun ko'rdim, yosh bola kuniga 50 marta yiqilar ekan. Endi tasavvur qiling, bizga o'xshab o'ylaganda, 18 ta yiqilgandan keyin mayli. O'tiraver, umr oxirigacha, emga va hokazo. Xuddi shu. Shuning uchun xatolarga ahamiyat bermas ekanmiz. Eng negativ fikrlar, bizga nisbatan bo'lgan turli xil negativ insonlarning turli xil fikrlari bizni chalg'itishi mumkin, biz yoqtirmasligimiz mumkin, lekin shu yoqtirmasligimizga qaramasdan, emotsional fonimiz ozgina buzilishiga qaramasdan, biz o'zimizni to'g'ri tutib, shu yo'ldan yurib ketishni bilishimiz kerak. Men bitta turganingizda ham, sahnada turganingizda ham o'zingiz uchun bitta narsani tushunib oling. Oldingizda kim o'tirishdan qat'iy nazar, u posol o'tiribdimi, vazir o'tiribdimi, u inson. Sizga o'xshagan, menga o'xshagan inson. Kasal bo'ladi, ertalab kayfiyati buzilgandir. Choy ichmasdan qorni och o'tirgandir va hokazo. Hammamiz insonmiz-da. Kim bo'lsa ham bari insonmiz. Limit bor doim. Tugaymiz shu. Endi bitta narsani o'zingiz uchun tushunishingiz kerak. Men bitta turibsizmi? Siqilyapsizmi? Nimadir yoqmayaptimi? Yoki qo'rqyapsizmi, hayajonlanyapsizmi? Yuragingiz urishini men bitta o'tirgan inson ko'ra olmaydi. Ko'rsatish kerak emas. Qilib haligida o'zingizni yana battarlashib, hayajonlanyapsizmi, hech narsa qilmaydi. O'sha narsani ko'rsatmaslikka harakat qiling. Shuning uchun hech qanaqa negativ bosimga nisbatan sal odam kuchliroq bo'lishi kerak.